qonunchilikdagi kiritilgan yangiliklar va o'zgarishlarni yetkazishda davom etamiz. Joriy yilning 20-fevral kuni qabul qilingan 1033 sonli qonunga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeks 128 prim 9 moddasi bilan to'ldirildi. Bunda bevosita yo'l transport hodisalariga sabab bo'luvchi qo'pol qoidabuzarliklar turiga kiruvchi transport vositalarini quvib o'tish qoidabuzarligini sodir etganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorini 3 barobarda jarima belgilandi. Haydovchi yo'l harakati qoidalarining 12-bobida keltirib o'tilgan transport vositalarini quvib o'tish qoidasini buzsa, javobgarlikka sabab bo'ladi. Aniqroq qilib aytganda, haydovchi tartibga solingan chorrahalarda, ko'priklarda, yo'l o'tkazgichlarda, estakadalarda va ularning ostida, piyodalar o'tish joylarida, temir yo'l kesishmalarida va ulargacha 100 metrdan kam masofa qolganda quvib yoki aylanib o'tayotgan transport vositalarini tepalikning oxirida va yo'lning ko'rinish cheklangan joylarida 320 va 322 yo'l belgilari ta'sir doirasida transport vositalarini quvib o'tsa, jarima tortilishiga sabab bo'ladi. Shu sababli ham sizlardan amaldagi yo'l harakati qoidalariga amal qilishingizni so'rab qolamiz.